Dadamni operatsiya qilsa bo'lar ekan, Javohir aka. Shunga xorijdan jarroh taklif qilish uchun pul kerak. Bu murakkab operatsiya. Bizda mutaxassislar yo'q. Haligi chiroyli ayolchi. U o'gay onasi ekan. Shirin, dadangni kompaniyalarini sotma. Boshqa biron yo'lni o'ylab topishimiz kerak. Sotishga ulgurasan. Bankdan qo'ng'iroq qilishdi. Agar bermasak, hammasini olib qo'yishar ekan. O'zing o'yla. Asbob, uskunalar uchun o'tkazilgan kredit pullari birdan yo'qolib qoladi. Keyin dadangni mashinalarini tormozini kesib qo'yishadi. Bularni hammasi tasodif bo'lishi mumkin emas-ku? Bu yerda nimadir bor. Hujjatlarni tekshirib ko'rish kerak. Xudoga shukr. Ana endi o'zingga kelyapsan. Hujjatlarni hammasini tekshirib ko'rishimiz kerak. Lekin meni tajribam yo'q. Siz ham o'qishni yaqinda bitirdingiz. To'g'ri. Men ham hali usta yurist emasman. Lekin men senga begona emasman. Ustozimizni gaplari esingdami? Taslim bo'lish vasvasasi G'alabaga bir baxya qolganda kuchli bo'ladi. Shirin. Qizim. Shirin. Shirin, qizim. Shirin, oyun chaqiryaptilar. Shirin. Oyun chaqiryaptilar. Shirin. Shirin, oyun chaqiryaptilar. Oyun chaqiryaptilar. Oyun chaqiryaptilar. Oyun chaqiryaptilar. Shirin. Shirin, eshityapsanmi? Oyun chaqiryaptilar. Shirin.
Hayot ba'zan bizni holdan toydiradi. Oyoqqa turib g'olib bo'lish esa bizning ixtiyorimizda. Agar qimmatbaho toshga ishlov berilmasa, uning qimmatbaholigi ko'rinmaydi. Bu odamlarga ham taalluqli. Tinimsiz o'z ustida ishlab harakat qilmasa, g'alaba qozona olmaydi. Kim ustidan? Ojizligimiz, irodasizlik va qo'rqoqligimiz ustidan. Eplolmayapman. Qo'limdan hech nima kelmayapti. Ko'r, ortimdan yur. To'xtalaring. Men senlarga ko'rsatib qo'yaman qizlarning oynasidan mo'ralashni. Jo'jo xorozlar, hali qo'limga tushlaring. Nega yig'layapsan? Agar arzimagan narsalarga yig'layversang, unda men o'z jonimga qasd qilishim kerak ekanda. O'g'il bolami, qiz bolami, har kuni bir to'siqqa duch keladi. Unda harakat va ishtiyoq bo'lmasa, u mana shu to'siq oldida to'xtab qoladi. Xuddi ushuni o'rganganday. Chunki ushu insonlarni boshqalarga nisbatan kuchli yoki zo'r bo'lishini talab etmaydi. Muhimi, sen kechagi o'zingdan yaxshiroq bo'lsang bas. Meni tushunyapsanmi? Kelishdik. Seni buyuk kelajak kutmoqda. Olg'a. Mamlakat opa, eshitdingizmi? Hammani og'zida bu gap yuribdi. Yopilarkan bizni korxonamiz. Nima gap? Javohir O'lmasovich. Nima pichir? Kompaniya bilan korxonalar yopilarmish. Qayerdan olding? Giz bu gapni. Tavakkal Borevich telefonda kim bilandir gaplashayotgandilar. Siz gap poylab turdingiz, shundaymi? Yo'q, nega gap poylarkanman? Ular juda ham baland ovozda gapirdilar. Gaplarni hamma eshitdi. Qo'ying bu gaplarni. Hozir buning mavridi emas. Asosiysi, O'ktam sog'ayib ketishi kerak. Endi borib ishingizni qiling. Xo'p. Menga kompaniyani xususiyligi huquqini beruvchi hujjatlar kerak. O'ktamning stolidan qidirib ko'raman. U o'zi bo'lmaganda begonalarni kirishini xohlamaydi. Qizidan bo'lak. Mamlakat opa, esingizda bo'lsa, men ham O'ktamning sherigiman. Bilaman. Uzr. Nabiralar nechta? 4 ta. Hademay 5 ta bo'lishadi. Bilsangiz ayollar nabiralarning tarbiyasi uchun vaqtliroq nafaqaga chiqishadi. O'ktamjon bo'shatmaguncha bo'shamayman. Uzr, bilmabman. Mamlakat opa, iloji bo'lsa bitta qahva damlab bersangiz. Ha, yana pishiriq ham. Pishiriqlar faqat O'ktamjonga. Kampir. Mumtozingizdan ahmoq emasman. Skaner nimaligini bilmaydi. Butun ofis ustidan kuladi. Mana qahvangiz. Osh bo'lsin. Ishqilib zahar qo'shmaganmikan? Qiziq. Hujjatlar qayerda bo'lishi mumkin?
Inson ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi. Ularga taslim bo'lmay olg'a intilishi lozim. Shundagina u o'zini mukammallashtirib boradi. Boshqa kuchim qolmadi. Chida. Suvni xumga qo'ysang, xum holatiga kiradi. Suv sokin oqishi mumkin. Suv hayqirib vayronalar keltirishi mumkin. Suv bo'l. O'z maqsadingda qat'iy tur. Xo'pmi? Siz men uchratgan eng bag'ritosh murabbiysiz. 你要坚持住，只有懦弱的人才会放弃。我累了。放松。 O'zingni bo'sh qo'y. Sabr qil. 你要 Irodangni kuchli qil. 啊， O'zingni tuproqdan yig'ib olishni o'rgan. Sevara, bugun bo'limda sen navbatchi ekansan, a? Shu qiz bechora ham qiynalib ketdi. Ha, yana ketdi. Mana, kecha ham tunda ketib, tong otmasdan kelib oldi. Kuniga 3 mahal keladi, bilasanmi? Otasini yoniga qo'yishimni rosa yalinib iltimos qiladi. Ha, O'zi, otasi uni hech eshitarmikan? onasi ham yoshligida o'lib ketgan ekan. Haligi chiroyli ayolchi? U o'gay onasi ekan. Otasini keyingi xotini. Hech kim otam, onam deb bo'zlab qolmasin. Mayli, osma ukolni qo'yib qo'yay. Bo'pti. Salom. Salom. Nega kirmayapsiz? Unga xalaqit bergim kelmayapti. Qizingiz juda ham kuchli. Ko'zlarimga ishonmayapman. U O'zbekistonning kelajagi. Rahmat. Kecha konsilium o'tkazdik. Uni bo'limda uzoq ushlab tura olmaymiz. Operatsiya qilish kerak. Juda yaxshi. Nega boshlamayapsizlar? Bu murakkab operatsiya. Bizda mutaxassislar yo'q. Umurtqa bilan hazillashib bo'lmaydi. Boshqa yo'li bormi? Bir nechta jarrohni bilaman. Ulardan biri Peterburgda. O'ktam akani o'sha yoqqa olib borishni maslahat berasizmi? Yo'q. Bemorni joyidan qo'zg'atish mumkin emas. Oqibati yaxshi bo'lmaydi. Agar doktorni bu yerga olib kelsak-chi o'zimiz? Bo'ladi. Lekin qimmat. Ochig'ini aytsam, klinikamizda aslo bunday imkoniyat yo'q. Bunaqa mutaxassisni olib kelish taxminan nech pulga tushishini bilmaysizmi? Har birining o'z narxi bor. Ular bilan gaplashib kelishish kerak. Bizga ularning ismlarini yozib bera olasizmi? Rahmat. Aksyonov Sergey Nikolaevich, professor. Rossiya ilmiy akademiya faxriy a'zosi. Umurtqa jarrohligi bo'yicha 30 yillik tajribaga ega. Hozirgacha amaliyot o'tkazayotgan ekan. Manzili, elektron pochta,
elektron manzili bor ekan. Unga yozaman. Javob qaytararmikan? Narxlari qanaqa bo'lyapti, yozilganmi? Yozibdi. 680 ming rubldan 1 million 400 ming rublgacha ekan. Bu taxminan 10 ming dollardan 20 ming dollargacha degani. Undan tashqari yo'l xarajatlarimiz bor. Mehmonxona. Lekin Yevropadan olib keladigan bo'lsak, bundan ham qimmatroq bo'ladi. To'g'ri, lekin baribir hammasiga xabar jo'natish kerak. Yaxshi. Bir yo'lni toparmiz. Kiring. Mumkinmi? O, Shirin kel. Assalomu alaykum Javohir aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'tir. Kasalxonadan kelyapman. Xo'sh. Dadamni operatsiya qilsa bo'lar ekan Javohir aka. Shunga xorijdan jarroh taklif qilish uchun pul kerak. Qancha? 10 mingdan 20 minggacha. Hozir menda buncha pul yo'q-ku. Bu yerda 1000. Bu kam. Lekin yo'qdan ko'ra nima degandek. Men yana surishtirib ko'raman. Xo'p. Mayli, xabarlashamiz jiyan. Mayli. Korxonadagilarni hammasi kompaniya sotiladi deb motam tutib o'tiribdi. Unaqa bo'lmaydi deb aytdingmi? Ha, lekin Javohir akadan $1000 oldim. Laylo opada bunaqa puli yo'q. Tavakkal aka esa o'zini chetga olyapti. Men yana bilmadim-u, aksiyalarni sotishga to'g'ri kelyapti. Menimcha boshqa biron yo'lni o'ylab ko'rsak bo'lardi, Shirin. Hamma mol-mul garovga qo'yilgan. Bizni boshqa narsa o'ylashga ilojimiz ham, vaqtimiz ham yo'q. Bilaman. Biron yo'li bo'lish kerak-ku, ha? Tinchlaning. Siz menga har doim dalda bo'lib kelgansiz. Xo'p. Qalay? Unutmabman. Ketdik. Ha. Qisqasi, operatsiyaga ko'p pul kerak. Qayerdan oladi u pulni? Meni yomon ko'rishlarini bilaman-u. Ularga faqat mening pulim kerak. Bolalarim hurmat qilmaydi. Kompaniya sotilmaydi. Dadam ham bunga ko'nmagan bo'lardilar.